Laykni shar bilan o'ynaymiz. Qaramasam ketdi. Har bir o'yinchida ikkitadan shar bor. Har bitta shar bu bitta jon degan. Va ikkita rangli sharlar bor, ko'k va qizil. Shu sharlar yordamida ular ikkita jamoaga bo'linib olishgan. Va bu joyda ular rogatka yordamida raqib jamoaning sharlarini yorishga harakat qilishadi. O'yin oxirida kimda shar qolmasa, bu komanda mag'lub bo'ladi. Agarda boshqa bir jamoada atiga bitta shar qolgan bo'lsa ham, ular g'alaba qozonishadi. Bashta shart tushunmagan bo'lsangiz, videoni ko'ring, tushuna olasiz. Pasho. Let's play. Afsus bola chiqib ketdim. Ota jo'ram, ba'zan chiqib kelaman. Ota Otaskanbek. Давай. Kelasaron so'z yo'q. Все. Давай. Такая мои коги. Ne olur lan? Like bos qo'yinglar shu videoga bittagina. Bitta like bosib, obuna qo'yinglar. Shu videoga podeskani bomba qilib ayamay turinglar. Keyingi video undan ham masshtab bo'lishiga men o'zim sizlarga va'da beraman. Qanaqa video desanglar, xuddi shunaqa Counter Strike faqat 2ga 2 Xitoydan zakaz qilaman. Haqiqiy pissat, shart yoriladigan pissat bor. O'shanaqa zakaz qilaman 4 ta va bundan-da masshtabni zo'r bo'ladigan umiddaman. Davay o'rtoqlar, sog' bo'linglar, like, podpiska bosib qo'ying. Like. Like bor!